أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى hamd sanolar hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatu va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni boshlaymiz inshaalloh. Oldingi darslarimizda ka harfi bilan lam harfini o'tgan edik. Bu safar vav harfini o'tamiz. Va harfi talaffuzi o'zbek tilidagi v tovushiga singari debdi. Bismillahirrohmanirrohim. Va vi vu au raw naw law waram وتر ومن ولن ولم وكم أولو روم يوم كون ويل وزن كوكب موكب أولمتم أوترتم. Hop, keyingi harfimiz ha harfi ekan. Ha, hi, hu. Bu ya'ni yumshah bo'lib tomog'imizga ilashmasdan chiqadi. Bu ha harfi ham o'zbek tilidagi ha tovushi singari debdi. Bu bosh ko'rinishi ekan. Mana bu esa oxirida keladigan ko'rinishi, bu esa bu o'rtada keladigan ko'rinish, bu esa oxirida keladigan ko'rinish ekan. Hop. Hab, hum, hal, huwa, hiya, hum, zuh, aham, aham, wahab, lahab, waham, lahum, bihim, minhu, minhum, ilayhi, ilayhim, amhilhum. Bugungi darslarimiz mana shular inshaalloh. Darsimizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislar bilan tugatsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: qiyomat kuni Qur'on hofiziga qarab o'qi. Dunyoda qanday tartib bilan o'qigan bo'lsang, shunday tartib bilan o'qi, darajang ko'tariladi dedilar. Alloh taolo o'zi bizlarni Qur'onni yodlashni oson qilsin hamda qiyomat kuni darajasi yuqori bo'lgan Firdavs jannatlardan joy bersin. Sizlar bilan nurun ala nur Qur'onni o'qib o'rganishlikdagi navbatdagi darsimizni tamomlaymiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling hamda like bosib Qur'onni o'qishni bilmagan do'stlaringizga videoni tarqatib qo'ying. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshilikni tarqatgan kishi u ishni qilgan bilan barobardir deganlar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Inshaalloh Ramazon oyigacha Qur'onni o'qib o'rganamiz. Bitta like bosib videoni Qur'onni o'qishni bilmagan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.